Bugun sizlar bilan quyonlarga Rabivak V vaksinasini qilamiz. Vaksinamiz nomi Rabivak V. Buni harorati olib kelishidan oldin muz bilan qo'shib olib kelishingiz kerak, xolodilnikda turishi kerak. Ishlatishingizda tana haroratiga olasizlar, keyin shprisga tortishdan oldin chayqab yuboriladi vaksinamiz, chunki tagiga cho'kib qoladi. Chayqatib olib, vaksinamiz 10 gramm bo'ladi. 10 ta quyonga yetadi, 1 grammdan qilinadi teri orasiga. O'yinga yaqinroq joydan terisini tortib turib, teri orasiga qilinadi. Hozir ko'rsatib beraman. Vaksinamizni qilishdan maqsad bahor, kuz fasllarida havodan chumma kasalliklari tarqaydi. Profilaktika uchun, oldini olish uchun qilinadi bu narsa. Kasallikni tuzatish uchun emas. Misol uchun chumma kasalligi yuqdimi, uni qilsangiz tuzaladi degani emas. Buni profilaktika uchun, oldini olish uchun oldindan qilinadi. Chumma yuqib bo'lgan fermaga bunaqa dorini qilganning foydasi yo'q, tuzatmaydi. Oldini oladi faqat. Buni oldindan qilish kerak. Teri orasiga mana ko'tarib turiladi. Quyonni terisi bo'yin tarafdan tiqiladi. Gramga qarab turiladi. 1 gram uramiz. 1 gram urdik. Ishqalab olinadi, bundoq tarqatib olinadi dorini.